Men qaydaman do'stlar. Men bir mo'jazgina ajoyib bir oshxonadaman, yemakxonadaman, kafeda deymiz. Gohida restoranda bo'lganman, lekin bir restorandan ham men uchun bir ko'ngilga yaqin joy. Sababi davomdan charchab, och qolib kelganimizda mana shu yerda meni kutib olayotgan Bobomurod qadrdonim bor. Mana shu oshxonani yurgizdirishadi. Shunday mana shu yo'l ustida, Ipak yo'lida o'sha Navbahorning mo'sti deymizmi, ana shu joyda shunday ko'rinib turadi kaftay. Ipak yo'lida bo'lgani uchun bir Ipakday mayin muomalali inson. Shuning uchun iloji yo'q, insonga Alloh ilhom beradi. Mana shu insonga bir she'r atalib qoldi o'z-o'zidan. Bu yerda turli xil ovqatlar bor. Eng zo'ri men uchun achchiq shovla. Chunki yoshi kattaroq odamlar qalampirli ovqat yesa qoni suyuladi, sog'lig'i yaxshi bo'ladi deydi. So'zi shirin, shovlasi achchiq. Xushmuomala har qanday zotga, ortda qolib davoli qamchi mehmon bo'lgin Bobomurodga. Ro'zg'orini yashaydi butlab, mo'jazgina yemakxonada, on hazratdek kutadi qutlab, yo'lim tushsa goh Farg'onaga. Hirotlarda qoldirdim izim, chin hayotdan olib o'sdim dars. Mendan dardi ko'pdir ammo jim, Navbahorda bir mohir oshpaz. Nimalar totmadim shoshda, pitsa, sushi, hachapuri, gam, cho'l ovqati baribir boshqa, boshqachada girgittonlar ham. Shoir injiq, mijoz noziktab, bobo hushyor, inni sezadi, olov bo'lib, hatto soch terlab, deyman achchiq kesadi. Mirzo qancha kalla kovlasin, tamom bo'ldi she'rni bo'lagi, Boboxonni achchiq shovlasin, eslab oqdi og'zim silagi.